Assalomu alaykum Xorazm obunachilari. Yana sizlarga va'da etilgan yerdan 15 sm balandlikda, 16 sm balandlikda 50 litlik turbani urib shogirdlarga ko'rsatgan videomizni chiqaryapmiz. O'zlaringiz baho beringlar. Agar taklif istaklaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Nechik turbadan urib ko'rsatali. Sizlarga shu videoni chiqaramiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting, like'larni ayamanglar. Подписаться tashanglar, xudo xolasa bundan ham zo'r videolarni qo'yamiz. Qaranglar, ertaga borgan yeringizda sizlar bundan ham tezroq yerda urishingiz imkoniyat bo'lmasa chiqib qoladi. Ko'zing ko'rmaydi, urib turgan yeringiz. Shunday vaziyatda, masalan, hozir buni rasyanasi 16 sm, 17 sm turib 10 sm joyam bo'lib qoladi. Shuni yerlarda urish uchun shu narsani sizlarga olib ko'rsatib turibman. Men masalan ko'p bolani ko'rganman, borgandan keyin shunday vaziyatda qiynalib turibdilar. Bo'lmaydi. Shuning uchun hali o'xshagandan beri, shu o'qishni ochganimdan beri hech kim ular yopib turib, ularga ko'rsatmayapman, aytganman lekin. Maslahat berganman, ular yopib turib, pastda urib ko'rdi. Birgina shogirdim bor, Umulbek degan bola. Umulbek degan bola shogirdim. Et ko'rgan ish. Bundan boshqa bolani ko'rmadim, praktika etgan. Praktika etsangizda bo'ladi-da. Praktika etsangizda bu yerga urgana bo'lsangiz, borgan vaqtda chiqib bo'lishini, bunda havoda yurib ham uradigan vaziyat bo'ladi-da. Qo'lni sizlar stolda ishlab turibsizlar, bemalol qo'llarni aylantirasizlar, dijakni minisini tutasizlar, havolanchi urib bilasizlar, to'g'rimi? Balandda turibdi, ekzamena giradigan qolajenada 45 gradusda. Lekin mini vaziyatga tushib qolishdan hech kim aytmaydi, tushmaysizlar-da. Tushgan vaqtida shunday vaziyatda o'zingiz ko'rishlaringiz kerak. O'zing havoda yurishdan bo'lsan bo'ladi. Keramikan deydi. Ko'pincha shu minita azmuz shunday yerdan turba yana bir turba o'tgan bo'lsa mumkin-da. Bir turba bilan yana bir turbani orasida 15 sm masofa bor, tushirdim. Necha turish kerakligini uchun men pastroq qo'ydim-da. Hozir yana bir turba tayyorga turdim. Shu pastroq qo'ydim. Pastdan necha chiqish kerakligini, nerda necha qo'ylar yotish kerakligini ko'rsatib beraman. Endi to'g'riroq, masalan, hozir turbaga qoldi 110 amperda. Endi mana 85 amper kerak. Qo'yib olaman. Urmazda tayyorlatamandan keyin qo'limda tutamandan keyin hammasini tayyorlash kerak. Pechakam, maskam hammasi yonimda bo'lishi kerak. Kiyimim, qaysi materialni kiyimim bo'laman. Chornini nizga ko'rasanmi, tumis bo'lasanmi, hammasi tayyorlash kerak. Mana hozir qaranglar. Ko'rib turibmanmi? Ishi sentr bor-ku. Sentrdan sal ariqdan boshlayman. 1 sm ariqdan boshlayman. Navoda esa mana bu yan tarafı o'ng'ata yotishadi. Bu yan taraf, aryan tarafda yotaverman. Navoda ina bu bor. Men aryanda yotishim uchun bu yana qarab oyoqimni uzatishim kerak. Shuning uchun sal bu yan tarafdan o'ng'ayli tarafidan boshladim, lekin qiyin yerini o'sha pastdan urib olishim kerak. Birinchi o'chir ko'rinmaydigan yerini, qiynaladigan yerini. Masalan, hozir qaranglar, men indab yotgan vaqtimdan innani ujini ko'rmayapman. İnden ucunu. İçinden qarab turman, işi masafadan qarab turman inneye. Simni berem beraman. İnne görüyorum. İnneni ham narsani ham ko'rib turishim uchun o'shadan berib boshlayman. Anteni tekrar tushirmanglar bolalar. Bir partiye don geldim ya. Mesela imdat vursam bo'lar. Minisini vursam bo'lar. Lekin sizlarga havoda urishni ham ko'rsatib turibman-da. İşte bu qiynalmasliklaringiz uchun ertaga. Shunday vaziyat oldingizga chiqqan vaqtida shunday vaziyatda urib o'tib ketishlaringiz kerak. Bolalarga ishlatgan vaqtda maskani tushirib
Yani bunu bekleseniz de sualkiye maslashgan. Bunu açsanız da balarga ishlatishga moslashgan maska. Bu maska ham marga maska. Endi eng qiyin yeri bu ham tarafı. Bu ham tarafı может bu ham tarafda beton bo'lishi mumkin. Ayak uzatma. Hava, ayak uzatib bo'lmaydi. Shu yerda masalan men minisini ursam ham bo'ladi. Minisini havoda qo'yib urishim ham mumkin. Ya bo'lmasa qo'limni aylantirgan vaqtda minisini ursam ham bo'ladi. Havoda tutib urishim kerak. Shularni ham narsatish kerakda, lekin ko'rib bilishim kerakda. Men ko'rishim uchun yotishim kerak bu yerda. Shunday vaziyatlarni ham ko'rsating deb sizlarga qiyin yerlarni ko'rsatacakman. Lekin suyni обязательно chandan berish kerak. Baribir qiyshayib ketadi. Shuni yodingizdan chiqarmanglar. Pirxvatgani sразу ikki pirxvatgani kesib tashlamaslik kerak. Birin kesinglar-da. Shuni yerine gelib, ham pirxvatga yetirmayim turib suvarkani kesmaslik kerak. Hozir suvarkani yanına ek kelib turib, keyin pirxvatga kesib turibman. Pirxvatkani yanına ek keldim, keyin suvarkani kesib turibman. Ha, pirxvatkani kesib turibman. Bu 50 yarım santim, 1 santim qolgan yerdan, qaranglar, ish yerdan masalan o'zini rastoyaniyasi bor-ku. Pastroqda qoldirib turib pirxvatkani kesasam, u rastayani ko'payami? Shu yerdan bergi pirxvatga kelaman deganchalik uje tortadi beri. Vallahi yine kes tutmam-ku. Bir yerden destek alıp tutmayın ya. Balarken pirxvatkani kesib turmoqda. Eğer şunu bir yerden destek almayın, havada şunu tutup millet kesemen deseniz de şu pirxvatkani kesken vaqtinizda arayan o'tadi-ku, yugurib ketadi balarga. Yamoq bilasan uni, yamog'anda yamog'adi. Lekin xato qilish ehtimoli masalan 50%, 70% ko'payadi. Yüzlük turbadan kichkinasi şu polnis kesiladi. Yüzlük turbadan kichkinasi. Yo, yüzlük turbadan kichkinasi. Yüzlükten 150'lik. Endi nerededir? 150'likten pesini kestiradi. Nerededir? 100'likten pesini kestiradi. Ha, Remontni. Vam допускаемый nechi xato qolgan. Pora qolganmi, shlak qolganmi, nipravar qolganmi? Shunga bog'liqda. Endi yani pora qolgan bo'lsa shu 100. Masalan, pora qolgan bo'lsa, uni ham aytadi sana. Uni ham o'zini kod narsasi bor-da. Masalan, kornevой stikda korin o'zini azda ko'rib turibmiz. Korina qolgan bo'lsa, sana korinadon yar deydi. Korinadon. Ava, o'zi markirovkasida bor. Shuni har xil bukvalar bilan yozilgan bo'ladi и rastoyaniyasini atmak ketib beradi sana. Yana. Ishini bir yan tarafı eriydi-da. Bir yan tarafı suvargan üstünde shunday chiqib qoladi. Korinda. Endi bu yana chiqib qolsa, bo'ldi. Shu yerda yana xato ko'rsatadi. Shu narsani suvarga o'tgan vaqtida erib ketadi deb o'ylashim mumkin, lekin bir yan tarafı erib turib, issiqlikda arayan tarafı qatsa, ustunda qolib ketadi. Yana borgan vaqtingizda remont ham etishlaringiz mumkin. Prямо remontga yuborishim mumkin. Nima desa, professional suvarchi bo'lib qoldirsiz. Hech kim aytmaydi, bular toza uchinik ekan, boshqa ekan demaydi. 100% tayyor bo'lib qolishlaringiz kerak, baradon yeydi. Уже sizlar az biza korinni yorib ko'rsatdim sizlarga. Nima desa, korin bor, ya'ni oblisovkasi bor, stikni bir rengin bo'lgandan keyin narsada ashyoda xato bo'ladi bari. Korinni rengini aytmaydilar-ku. Shuni aytib vurdim-ku. Shuni aytgan vaqtimda yana sig'ib tutdi. Shuni aytib urib berishingga to'g'ri keladi.
Meni azimde aylantirib bursa ham bo'lardi. Lekin u az turba bovani uchun et o'lmaz edik, to'g'rimi? Shuning uchun men minisini urib berdim. Minisini urishlarimiz ham to'g'ri gap qiladi, qo'lingizni imdatib. Minisini urishlarimiz ham to'g'ri. Har xil положенияda bu yon tarafda самое главное преступлениeni нормальный eritib, simni vaqtida bersang, havodan urib ketaverasan. Masalan, bu yon tarafında stik bo'ladi, bu yon tarafında bu o'zi proyektlarda shuning odamlar bo'ladi, shu proyektni shuning bir-birisining yonidan kelib qolgan yo umuman недопускаемый joylar bo'ladi. Sularga aytishni imkoni yo'q bo'lgan joyda aytiladi. Shu yerlarni обязательно pastda sularga yetishtirib, keyin yuqoriga chiqartirib qo'yadilar. Ya pastda qo'yiladigan joylar bo'lsa, shu iminga qaziladigan yer bo'ladi. Masalan, beton to'kilgan bo'lsa, uning iloji yo'q.